Nega aynan mana shu funksiyani o'chirib qo'yishingiz shart? Ikkinchi qism. Bu funksiya pamosh pritsel, ya'ni pritselingizda oz bo'lsa ham odamga tortib beradi. Hozir sizda demak bu funksiya foydali ekan degan fikr paydo bo'lishi mumkin. Lekin agar siz bu funksiyani yoqib o'ynaydigan bo'lsangiz, boshqaruv o'zingizda emas, PUBG ning qo'lida bo'ladi. Ya'ni PUBG xohlagandagina headshot tegadi, PUBG xohlagandagina zalyotingiz yaxshi bo'ladi. Va pamosh pritselni yoqib o'ynaydigan bo'lsangiz, drabashkada aksariyat o'qlaringiz rek qilmaydi va zajim qilib turganingizda ham faqatgina PUBG xohlaganda headshot tegadi. Bundan tashqari topoviy TDM'larning deyarli hammasi TDMda zalyot yaxshi bo'lishi uchun pamosh pritsel o'chiq bo'lishi kerakligini ta'kidlashgan. Boshqaruvni o'z qo'lingizga olishingiz uchun nima qilishingiz kerakligini tushuntira oldim deb o'ylayman. Endi esa navbat keyingi savolga, telefon qotmasligi uchun nima qilish kerak degan savolga keyingi videoda to'liq javob beraman. Keyingi videoni o'tkazib yubormaslik uchun menga obuna bo'ling va video foydali bo'lgan bo'lsa bir dona like bosib qo'ying.